Musafirga yet bo'lmaydigan ana. Musafirga yet bo'lmaydigan dada. Ata yet desa, kechichi ko'zda uyqu yo'q. Yangi kiyimlarni qayta kiyib baqatdik. Ataganda namozga mangan vaqtda yangi kiyimlarni kiygizib yo'lga salatdi. Namozda yinib uyga kirganda, uyda masalik tomoqning hidi keladi. Qarindoshlarning jam bo'lishini kutib taqitimiz taq bo'ladi. Shu vaqtlarda bizga yet bo'larkan. Ammo musafirga yet bo'lmaydigan ana. Mahallada do'stlar bir-birimizga yetliq chiqqan pullarimizni ko'z-ko'z qilib, qanday xarjlashni planlab bo'latdik. Siz qurbonlikqa otgan qo'shqarning beshida takbir aytayotganda, uning quyrug'iga esilib, jannat haqida go'zal tasavvurlarni qilishatdik. Shunda xushal kayfiyatda hammani unutib qolatdik-yu, lekin yet bazirini hargiz unutay olmaydik. Bizga shu vaqtlarda yet bo'ptikan. Ammo musafirga yet bo'lmaydigan dada. Do'stlar bilan sho'xlik qilib, mahallni beshimizga kiyib yursak, biri kelib to'simaydi. Biz bilan birga o'ynab kichik bolaga o'xshab qoladigan mahalladagi cho'nglarning yonchiqidan ozg'ina kampitlarni elib bizni xushal qilishlari, hit patisi deb uyma-uy kirishlarimiz shu vaqtlarda menga hit bo'ptikan. Hozir menga hit bo'lmaydigan ana. Uydagi dasturxonga tizgan narsalarni o'g'irlikcha yeyotdik. Urug' tuqqanlarning uyiga berib olsak, hamma joyni qalaymaqon qilib, uyni beshimizga toza kiyatdik. Ondan qattiqroq gap anglaganda to'xtab qiydig'ili turatdik. Bizga shu vaqtlarda yet bo'ptikan jinim dada. Ammo musafirga yet bo'lmaydigan. Meni yoyratqani shu to'puliq ko'changan. Shuncha kangri shahardan yoyrig'idek bir joy topolmay qoldim. Vatansizlikdan ortiq g'iriblik yo'q-ki. Qarindoshsiz, ahl mahallisiz, eng muhimi osh to'puliq ko'changsiz. Men musafirga yet bo'lmaydigan ana. Uydan ayrildigan chog'da endi uchidigan bo'ldim debdikanman. Amaliyotda xatolashibdiman. Meni uchirdig'ini musafir shahri emaskan jinim dada. Uydan ayrilganda endi nima qilsam meni boshquradigan odam yo'q-ku debdikanman. Amaliyotda men erkin emaskanman. Meni uchirg'ini osh to'puliq ko'chankan. Meni erkin qildig'ini shu sahroyi qiyomatkan ana. Endilikda musafirlikqa tutqun bo'lib, shu to'puliq ko'changizni seg'inyapman. Menga shu vaqtlardan boshlab yet oxirlashibdi. Menga endi yet bo'lmaydigan dada. Toki musafirlikning tutqunligidan qutulmoqchi. Toki osh to'puliq ko'changa yalang oyoq dasimigicha. Menga yet bo'lmaydigan ana. Chunki men bir musafirman. Yatsirgan, g'iribsingan, teshida yet, ichida motam tutgan musafirman. Duoyingizga yig'a va seg'inish aralashtirgan, uyda qolgan yetlarim bilan ko'nglingizni avundirishga uringan g'irib musafirman. Yangi do'stlardan o'ziga xushallik ham tasalli istaydigan musafirman dada. Har qitim yet kelganda ko'z yoshlaring oralash saloming bilan duoying keladi. Sana tasalli bera olayman-yu, ammo o'zimga tasalli topolmay qolaman. Uyda göz saldım kelib yavag'in deb chaqchaq aralash qilgan so'zlaringga faqat men uchun siz qo'shib yang deyishdan boshqa yaxshiroq so'z topolmay qolaman. Uyda bo'lgan bo'lsam, deb lavlarimni tishlab qolgan chog'larimda faqat atrofimdagi yotsirgan muhitdan tasalli izlayman ana. Yig'ibli tursin mehr yomg'iri, yuragi kimning anga chilashmas. İnsani söygüde insanını söysak, qaysi bir yurak eshikni ochmas. Söygüdür zinnat, söygüdür subat, mehr muhabbat insonga qanot.